Qarshi shahrida tadbirkorlarning tovar xomashyo birjasi faoliyati bo'yicha bilim va savodxonligini oshirish, shuningdek birja savdolari va elektron tijorat sohasida olib borilayotgan islohotlarni keng jamoatchilikka yetkazish maqsadida media trening tashkil etildi. Unda mamlakatimizda shakllanayotgan raqobatbardosh va shaffof tovar bozori tizimi, yangi elektron platformalarning imkoniyatlari hamda hukumat qarorlari asosida yaratilayotgan qulayliklar haqida ma'lumot berildi. Tadbirda asosiy maqsad sifatida birja mexanizmlarining ahamiyati, ularning tovar bozorlaridagi rolini tushuntirish hamda sohadagi islohotlarni keng jamoatchilikka yetkazish belgilandi. Birjaning o'ziga xos xususiyati shundan iboratki, aynan mana shu belgilangan narxlarni birja doimiy ravishda e'lon qilib boradi. O'zbekiston Respublika tovar xomashyo birjasida shakllangan birja kotirovkalarimiz deymiz, aynan mana shu narxlar kunlik hamda haftalik asosida birjaning media resurslari hamda ommaviy axborot vositalari orqali e'lon qilib boriladi. Mazkur tadbirda ta'kidlangandek, O'zbekiston Respublikasi tovar xomashyosi birjasida barcha savdolar shaffoflik va teng shart-sharoitlar asosida o'tkazilib, tuzilgan bitimlar kafolatlanadi. Bu mexanizmlar tovar bozorlarida sof raqobat muhitini rivojlantirishga, narxlarni talab va takliflar asosida shakllantirishga xizmat qiladi. Shuningdek, birjaning zamonaviy IT texnologiyalari va elektron savdo platformalari orqali savdo jarayonlari ochiq va shaffof tarzda amalga oshirilmoqda. Yangiliklardan biri bu birjada Uzex Agro savdo platformasini joriy qilinganligi bo'ldi. Ushbu platforma qishloq xo'jalik mahsulotlarini bozor narxlarida IT yechimlarga asoslangan holda sotishga mo'ljallangan. Yilning boshidan beri ushbu platformada 700 dan ziyod bitimlar tuzilgan va uning ko'lami tobora ortib bormoqda. Tadbir davomida birja faoliyatidagi yangi innovatsiyalar, jumladan sun'iy intellekt xizmatlarining joriy etilishi, elektron savdo tizimlarining rivojlanishi va yangi Uzex Agro platformasining ishga tushirilishi haqida ma'lumot berildi. Shuningdek, ommaviy axborot vositalari va tadbirkorlar uchun birjaning faoliyatiga oid qator taqdimotlar o'tkazildi. G'olib Amirov, Jamol Nazarov, Qashqadaryo.